Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan doktor Jonizoqov. Bugun biz sizlar bilan juda ham dolzarb, o'ta nozik bo'lgan mavzulardan biri bo'lgan, oxirgi paytda juda ham ko'p bizga murojaat qilinyapti shu mavzularda. Demak, bolani quloq oqishi haqida gapirib o'tmoqchi edik. Demak, hozir aynan mana shu videoni o'rta qismlarida bemorimizni biz haqimizdagi fikrlari, o'sha bir yil mobaynida quloq to'xtab oqib turganda nog'ora pardasi yirtilgan bo'lgan va o'sha payt nog'ora pardasi yirtilishini butun bo'lib qolishi, ya'ni quloq oqishi to'xtab butun bo'lishi haqidagi o'sha bemorimiz fikri haqida bildirib tanishib o'tasiz. Demak, o'sha quloq oqishini yana aytib o'tmoqchimiz. Bizga juda ham ko'p murojaat bo'lyapti, juda ham ko'p. Aynan mana shu quloq oqishi bo'yicha va bu murojaatlarning asosiy qismi bolamni qulog'i oqyapti, doktor, ayting, uy sharoitida qanaqangi ishlar qilay deb aytilyapti. Biz savol berganimizda ulardan ko'pchiligi aytadiki, o'sha ya'ni siz vrachga bordingizmi, shifokorga bordingizmi deb so'ragan paytimizda ular ha deb aytishadi. Shifokorga borib, ya'ni siz jonli shifokorga borgansiz, shifokor ko'rgan uni, lor vrach ko'rgan uni va u sizga yordam bera olmaganda, ya'ni oqishi davom etayotganda biz qanday qilib ko'rmasdan turib telefonda unga bolaga yordam berishimiz mumkin? Siz mana shu narsani to'g'ri tushuning. Buni to'g'ri bajarish uchun, ya'ni davo lecheniyalarni to'g'ri qilish uchun sizni qilishingiz kerak bo'lgan ishlaringizdan asosiysi bu Samarqandga bizni oldimizga kelishingiz shart. Ya'ni o'shandagina Samarqandga kelgan taqdiringizdagina, demak biz sizga qandaydir miqdorda yordam bera olamiz. Quloq oqyaptimi? Uni albatta o'sha oqishini sababini bilish kerak. Quloqni quritib, undan keyin nog'ora pardani tiklanishiga imkoniyat yaratish kerak. Bu to'g'ri taktika hisoblanadi. Va yana ikkinchi bitta narsaga qaratmoqchi edim. Bu bemorlarimiz juda ko'p bo'ladi. Uydagilar bilan gaplashay, xo'jayin bilan maslahatlashay, keyin aytaman deydi va 100 tadan 100 tasi shunday deb aytganlar, birortasi bizga murojaat qilmaydi. Eng yomoni 3 oydan keyin, 4 oydan keyin murojaat qilyapti. Uje 3 oylik, 4 oylik o'rtada bir oqib-oqmay shunaqa qilib yurgan quloq. Uje ko'ryapmiz. Hattoki o'sha eng kuchli lecheniyalarni qilgan taqdiringizda ham u mana shunaqa qilib oqib-oqmay qoladigan holatga kelib qolgan. Va uni tushuntiramiz. Bemorni o'sha onasiga, otasiga bu yerda mana shunaqa analizlardan o'tish kerak. O'sha infeksiya boshqa narsadan kelib chiqyapti. Bu yerda boshqa masala bor. Faqat o'sha quloq oqishi oddiygina otit emas bu yerda deb tushuntiramiz. Va u bitta kasallik, ikkita kasallik bilan, uchta kasallik bilan bo'lib ketadi. Quloq oqishi, doimiy quloq oqishi bu yaxshi emas. Bu yerda bolani eshitish pasayadi, 100% eshitish pasayadi, injiq bo'lib qoladi, quloqdan har xil ajralma kelish boshlaydi, quloqga tegan paytingizda og'rish boshlaydi. Mana shunaqangi bemorlar juda ko'p kelyapti. Endi bunaqangi bemorlarni nima qilish kerak degan savol bor. Bunaqa bemorlarni demak yotqizib davolaymiz. 5 kun, 1 hafta, 10 kungacha yotqizib, o'zimiz o'sha qulog'iga dorilar qo'yganimizdan keyin juda ham zo'r natijalar olyapmiz va ana shundan keyin demak bemorlarimizning qanaqadir haqiqatda o'zgarishlar yuzaga kelyapti. Bu demak sizlarga biz tomonimizda maslahat. Ya'ni siz telefonda doktor nima qilsam bo'ladi, qanaqangi ishni qilsam bo'ladi deb emas. Bu dalillarga asoslangan tibbiyot. Biza o'sha meditsinani bitirgan shifokorlarmiz. U faqat internetda chiqib olib mumiya qo'yasiz
yoki asal qo'yasiz qulog'ingizga yoki yana tishni qo'yasiz deb aytmaymiz. Biza u narsani konkret isbotlangan, o'sha bizdan kattaroq bo'lgan ustozlar yozib o'tgan dori vositalaridan foydalangan holatda, anatomiyani, fiziologiyani o'rgangan holatda demak davo muolajalarini yozib beramiz. Hozir esa aynan bizni bemorimizni fikri bilan demak bo'lishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni eshitishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Men Urgutdan Samad San'at bo'laman. Jiyanimda o'ng quloq nog'or pardasi bir oy davomida, bir yil davomida yiringlab kelish boshlangandi, olib kelgandik. Xudoga shukr, bir oy davomida lechina qildi. Hozir xudoga shukr yaxshi, nog'ora pardalar bitib, ancha yaxshi bo'ldi. Shu doktorga kattakon rahmat. Demak, azizlar, ko'rib turganingizdek, bemor bir oy mobaynida o'sha lecheniya olgan, to'g'ri yo'nalish olib borganmiz. Davo muolajasi bir oy davom etgan. To'g'ri demak muolajani olib borganmiz va natijada nog'ora pardasi tiklangan. Hamda bolani hech narsa bezovta qilmayapti, lekin haligacha o'sha burnidan oqib turibdi va bu bolada yana qaytalanish ehtimoli bor. Buni tushuntiramiz biz ota-onasiga. Bu qaytalashi mumkin. O'sha uchun ehtiyot bo'linglar. Mana shunaqa holatlar yuzaga kelmasligi uchun siz qilishingiz kerak bo'lgan ishlardan bittasi bu burunga demak doimiy ravishda spreylar bor. O'sha spreylar sepib yurish kerak. Ya'ni dengiz suvi va hokazoga o'xshagan demak spreylar sepib yurishingiz kerak. Undan tashqari anaqa usulda yuvishingiz kerak. Albatta u yoshiga qaraladi. Bolani yoshiga qarab, chaqaloqcha bo'lsa boshqacha, yoshi kattaroq bo'lsa boshqacha, 9-10 yoshli bola bo'lsa boshqacha demak tavsiya qilinadi. Va o'sha doimiy oqib yurib, oqmay yurgan quloqlarda muammo shunda bo'ladiki, ularda o'sha tuzalishi biroz qiyinroq bo'ladi. Bu yerda uzoq muddat mobaynida demak davo muolajasini olib borish kerak bo'ladi. Agarda sizda ham yaqinlaringizda ham yuqoridagidek belgilar yuzaga kelayotgan bo'lsa, bemalol mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Birinchisi, ikkinchisi, biz demak sizga tushuntiramiz. O'zbekistonni agarda qaysi joyda bo'lishidan qat'iy nazar, baribir qulog'i bolani quloq oqayotgan bo'lsa, klinikamizga olib keltiramiz. Bo'lmasa davolay olmaymiz uni. Klinikamizga keladi. Klinikamizga kelgandan keyin demak davolab berishimiz mumkin. Agar siz Tojikistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan yoki boshqa qo'shni respublikalardan bo'lsangiz, demak sizga o'sha Telegram yoki imo orqali chiqib, demak gaplashib olishimiz mumkin bo'ladi. Lekin shunda ham baribir tushuntirish ishlari olib boriladi. Ya'ni toki kelib davolaganingizdan keyingina, ya'ni kelib yotib davolanganingizdan keyingina effekt olasiz. Chunki biz bu narsani juda ko'p qilib ko'rganmiz va aniq bilamanki, uyda davolangandan ko'ra yotib davolangan effekti bir necha baravar ko'proq. Hattoki 10 baravar desam ham bo'ladi. Misol uchun yotib davolanganda 3 kun, 4 kunda o'zi javob berib olishimiz mumkin. Lekin uyga berganda 2 hafta, 20 kunda o'sha oqishlar to'xtab o'ziga keladi bemorlar. Bu hammaga tegishli emas. Biz o'sha maxsus doimiy ravishda surunkali oqib yuradigan quloqlarga haqida aytyapmiz. Agar o'tkir bo'lsa, o'sha lorga borgan paytida tomchilarni bersa, to'g'ri tomchilar berilsa va o'sha aytganlarni qilinsa, albatta demak hech qanaqangi o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni hech qanaqangi yomon asorat qolmaydi, birdaniga bitib ketadi va quloq oqish qaytalanmaydi. Demak azizlar, yuqorida belgilarga sizda yuzaga kelayotgan bo'lsa yoki sizda farzandingiz shunaqa holat yuzaga kelayotgan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilib kelishingiz mumkin yoki bizning manzilimiz Samarqand shahridagi Medfas xususiy klinikasi. Bu Ablosnoy politsiyani orqa tomonida Dinamo stadioni bilan kesishmasi bor yo'lda, o'sha yerda demak o'sha oraliqda joylashgan. Bemalol kelib murojaat qilib, demak bizga ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ish faoliyatimiz soat 11:00 dan kechki soat 5:00 gacha ishlaymiz. Sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.